erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin degan maqol bor. Bir ustozimiz aytgandilar. Ha, erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin. Lekin bu xotin kim degan savol ochiqlanmaydi. Aslida bu xotin bu ona, ya'ni erni er qilib tarbiyalaydigan ham yoki qaro yer qilib tarbiyalaydigan ham bu ayol ona hisoblanadi. Ya'ni ona tarbiyalagan shu qop-qotta 30 yosh, 20 yoshdan oshgan erkakni kelgan 18 yashar, 20 yashar bir ayol qaytadan tarbiya qila olmaydi, chunki bu birinchidan erkak kishi ko'tara olmaydi bu narsani, erkak kishining psixikasi. Ya'ni meni tarbiya qilmoqchimisan degan narsa bo'ladi. Va ikkinchidan bu hali tajribasi yo'q haligi ayolni. Undan birinchidan yoshi kichkina, tajribasi kam, ham psixika unaqa erkak kishinikidek stabil emas va bu jarayon albatta onaga borib taqaladi. Kim sizga erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin desa, qaysi xotin degan savolni berib qo'yishingizni tavsiya qilaman. O'ylab ko'rish kerak. Albatta bu ona.